Korean makeup. Quruq yuzlarga tonalkadan oldin baza embriolis. Qovjiragan, qaqshagan quruq yuzlar uchun shiklam tonalka. Uncha tushishi qiyin. 3 tomchi artista suvdan tomchilatib yorsak, makiyaj 12 soatgacha zo'r turadi. Ana endi haqiqiy san'at asari yaraladi. Concealer. Suyuq rumiyani. Makiyaj qilishda shu rasmlardan shpargalka sifatida foydalanishingiz mumkin. Highlighterda jildiraymiz. Yo'llariga ekan, bu yog'iga ham. Yaqa. Opa. Qiyshiq bo'lib qoldim chizig'i. Ingichka qoshlar. Bu makiyajda ko'zga 4 tagina kiprik qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. Lab alohida tema o'rtoqlar. Qalamim qani? Xo'p o'rtoqlar, shunaqa chizib olamiz ekan. Mana shu shpargalkaga asoslanib, tepaga ikkita, pastga bitta shilimshiq pomada. Xuddi o'liklarga o'xshab qolgani uchun ichki tomoniga ozgina qizil tint pomadadan tekizib yuboramiz. Shu paytgacha yetib kelgan bo'lsanglar, like bosib, tarqatib tashlab, obuna bo'lib qo'yib, xullas nima qilsanglar shuni qilinglar.